sayohatga go'yoki aylanishga emasda, ovqat qilishga chiqib ketganga o'xshaysiz. O'shanda boyaqadan qadriga yetasiz. Pastda aytib o'tgan so'zlarimni isboti bilan sizlarga tushuntirib beraman. Kelinglar. Buni ichida 6 dona bo'ladi. 6 dona. Xohlasangiz qo'y, xohlasangiz mol bo'ladi. Yoki xohlasangiz qo'y o'zini qilib beramiz, xohlasangiz molni o'zini qilib. Yo, men ikki xilidan bo'lsin, siz miksimiz ham bor. Bu qaysidir shaharga borasizmi, tog'ga borasizmi, Dubayga borasizmi? Qat ketsangiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsasi, buni suraga uchir. Yana bitta narsasi. Buni ichidagi sho'rvasi bor-ku, sho'rvasi. Uyingizda qilgan sho'rvangizdan mazali. Nima uchun bilasizmi aka? Ustiga yopiladi, keyin 120 gradusli parda turadi. Tushunasizmi? Sho'rvasining suvi ana sho'rvadan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Kuni bilan to'q bo'ladi, ko'ngil ham to'q bo'ladi. Hamma yoq to'q bo'ladi. Sayohatga do'da bo'ladi aka. Deysizlar, yana deysizlar, maza qilasizlar. Buni qatdan olaman desanglar, shundan ro'yxatdan o'tasizlar, biz o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. Tanajoningiz sog', umringiz uzoq. Mani esdan chiqarsanglar ham, lekin tushungan esdan chiqarmanglar, iltimos.